Oh jigarlar, turnir boshlanyapti. Shoza bilan Remote degan bola qopti jigarlar. Kim Tosik ham ketibdi, Duty Free ham ketibdi. Jigarlar bizda qatta bolalar bor ekan. Shoza bilan Remote degan edik-a. Bo'pti, boshqa profilda o'ynashab chekili jigarlar. Finalimiz to'rish turnirimiz finali boshlandi. K7 Paxan bilan S7 jigarlar kim yutadi? Kim 650 UC sohibiga aylanadi? Yaxshi, K7 Paxan. Davay jigar. Voy 3-3. Yaxshi. Katta shot ko'rsatinglar jigarlar, menga katta shot ko'rsatinglar. Men emotsiya bilan o'tirayman ukalar. 1800 UC qo'yamiz 5-turnirga. Davay ukalar, yaxshi. Yo'q, C7 kuchlilik qilyapti jigarlar. Yaxshi, C7 9-5. C7 chempion bo'ldi ukalar. 4 ta farq 2 minut ichida Paxan ulgib yorishi qiyin to'g'risi. C7 victory. Toza o'yin bo'ldi. Jigar Attushi qattiq o'ynasa ham shunchasining ichidan chiqib keldinglar. Mana o Duty Free mana Tosiklarning ichidan chiqib mana Attushi chempion bo'ldi. Sizga to'nish turnir chempioni. Jigarim, menga ID'ni ayting. ID'imni aka, menga YouTube kerakmas. Karta ayting bo'pti bo'lmasa. Bo'ldimi? 5-turnirda ham qatnashing jigar. 1800 UC bo'ladi yutug'i.